Birlashgan Millatlar Tashkilotining vaqtinchalik choralar to'g'risidagi murojaatlarni ko'rib chiqish tartibi belgilandi. Prezident farmoni bilan inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining milliy strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmoniga o'zgartirish kiritildi. Farmonning 3-ilovasiga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra, Birlashgan Millatlar Tashkilotining vaqtinchalik choralar to'g'risidagi murojaatlarni ko'rib chiqish tartibi belgilandi. Unga ko'ra, Birlashgan Millatlar Tashkilotining shartnomaviy qo'mitalari tomonidan yuborilgan vaqtinchalik choralar to'g'risidagi murojaatlar Tashqi ishlar vazirligi orqali kelib tushgandan so'ng bir kun muddatda inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi va Adliya vazirligiga yuboriladi. Markaz bir kun muddatda mas'ul davlat organlariga so'rovnoma yuborib, ulardan vaqtinchalik choralarni amalga oshirish bo'yicha tezkor chora-tadbirlar ko'rish va zarurat tug'ilganda asoslangan tushuntirish taqdim etishni so'raydi. Davlat organlari 3 kun muddatda amalga oshirilgan chora-tadbirlar yoki amalga oshirilishi rejalashtirilgan tadbirlar yuzasidan tushuntirishni markazga taqdim etadi. Markaz ishchi guruhi bilan birgalikda yig'ilgan ma'lumotlar asosida 3 kun muddatda hukumatning rasmiy nuqtai nazarini shakllantiradi va Tashqi ishlar vazirligiga yuboradi. Tashqi ishlar vazirligi tomonidan 2 kun muddatda Birlashgan Millatlar Tashkilotining shartnomaviy qo'mitalariga yuboriladi.